Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Real Madrid so'nggi uchrashuvlarda qoniqarsiz natijalarni ko'rsatmoqda. Klub bosh murabbiyi Xabi Alonso iste'foga chiqarilishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'lgan. Ispaniyalik jurnalist Pepe Alvaresning ma'lum qilishicha, Zinedine Zidane yana Realni boshqarishi mumkin. Shuningdek, klub rahbariyati unga Real bilan bir qatorda Fransiya terma jamoasini ham bir vaqtning o'zida boshqarish uchun to'liq vakolatlar berishga tayyor. AS nashrining yozishicha, agar jamoa Chempionlar Ligasi doirasidagi navbatdagi o'yinda Manchester Cityga mag'lub bo'lsa, Alonso ishdan bo'shatiladi. Ma'lumot uchun madridliklar so'nggi turda Celtaga 2-0 hisobda yutqazdi va La Liga turnir jadvalida peshqadam Barselonadan 4 ochko ortda qolgan holda ikkinchi o'rinda bormoqda. O'zbekiston terma jamoasi va Paxtakor vingeri Hojimat Erkinov yana legionerga aylanishi mumkin. Bizga ma'lum bo'lishicha, 24 yoshli hujumkor yarim himoyachiga Birlashgan Arab Amirliklari va Eron klublaridan takliflar bo'lmoqda. Futbolchining sherlar bilan 2026-yilning 31-dekabriga qadar shartnomasi bor. Ma'lumot uchun Erkinov ikkinchi davrada aynan Al-Vahda jamoasidan Paxtakorga qaytib, Superliganing 13 ta o'yiniga qatnashdi va 2 ta gol, 3 ta assistni amalga oshirdi.